Mana yosh odam sizni o'g'lingiz keldidan birinchi safda bo'sh joy bor ekan. Borib o'tirsa savob ko'p bo'ladi-da. Nega o'tirsa sizni oldingizga o'tib qo'ygan bo'ladi. O'sha otasiga orqasini qilish beadablik-ku. O'shani birinchi safga o'tirib olishi yaxshimi, o'tirmagani yaxshimi desa, o'shindagi beadab ota bo'ladi. Bola bo'lmaydi. Nimaga bilasiz? Chunki ota birinchi kelgandan keyin birinchi safga o'tirish kerak. Shuni unutmaydi. Sizlar endi ota bo'lib qoldilaring hammalaring. Shu beodoblik, odob degan temada farzand beodob deb tushunishar ekan. Ota beodob bu. Tasavvur qiling, ota yerga kelib o'tirib olsa, bola to'shakka kelib o'tirib olsa, beodobda, to'g'rimi? Endi ota yerga o'tirgandan keyin bola nima qilish kerak? Po'saxonaga o'tirish kerak-da. Ota po'saxonaga o'tirsa nima qilish kerak? Bola lesnitsaga o'tirish kerak. Beodab kim bo'ladi? Ota bo'ladi. O'sha o'rnini bilib o'tirish kerak. Yosh kattalar ham birinchi kirganda qayerga o'tirish kerak? Joyga o'tirish kerak. Imom va imomga luqma berish ehtimoli bo'lgan odamga joy qoldirish kerak. O'sha temaga lava bo'lsa yaxshi. Masalan, luqma bera oladigan odam, masalan, qanday desa, imom torat sinib qoldi. Davom etkiza oladigan. Imom to'g'ridagi odam shunaqa bo'lsinki, tortib qo'ysa, alam nashraqda yarmini yetkazib qo'yadigan bola tursin. Qolgan joyga kelganda yosh katta odam kelib o'tirsin. Yoshroq odam kelib olib, hoji akamga o'xshab, hoji akam yoshli joy qolmasa soqolda oqib bor. 54 ga qaridisda. Lekin bundan ham yoshlar kelib o'tirishga to'g'ri kelyapti. Siz ham o'tirmasangiz, sizdan kattasi ham o'tirmasa, tasavvur qiling, kim o'tiradi? Qishloq joyda u deganning sababi yo o'zining dadasi, yo shunasin dadasi-da. Bitta u yerda dadasi yo'q odam siz ekansiz, xolos. O'shuning uchun tushunmayapsiz. Masalan, mening mahallamda ham hammasini bir-biriga dadata, undan keyin birinchi saf bo'sh tursa ham dadangning oldiga o'tma deb masala qilaman, tag'in noqsa qilib urishaman. Orqaga o'tirib olmasalaring, sizni bosib o'tirsa, ona bola beadab bo'ladi. O'sha sizning aybingiz. Birinchi saf sizniki. Islom odoblari, savobi kuchlilar shundan yozilgan. Endi tasavvur qiling, birinchi saf bo'sh turib orqaga odamlar to'lib bo'lsa, keyingi kelgan odam qayergadir o'tiradi. Qishloq joylarda dadasi yoki oshnasining dadasi bo'lgan bolalar odob saqlasin. Yo'q, joy tolasangiz, A'uzubillahi minash shaytonir rojim. Iza qilakum inshuzu fanshuzu yarfa'illahu lakum. Va iza qila iymonlilar, agar sizlar bir safga o'tirib olinglar, iymonlaring bo'lsa, o'tirib olinglar degan oyat bor. Joy bo'shatinglar, yoshlar katta o'tirsin desa, bo'shat beringlar degan oyat bor. So'zma-so'z tarjima qilib berdim sizga. Imomlaring yechadi. Sabab beodoblikni u tekshiradi. Men har bitta masjidnikini bilishim qiyin-u. Imomi vaziyatdan kelib chiqib, birinchi safdan joy bo'shat beringlar deb aytsa, o'tirishga o'rganib olgan odam bo'shat bersin oyat buyrug'i bo'yicha. Hamma bo'shat berishga o'rganib oxir birinchi saf bo'sh bo'lib qolsa, imom o'tirib olinglar desa, oyat bor-da, so'zma-so'z. Unda o'tirib olinglar degan. U shunaqa zo'r oyat hammaga tushadi-da. Imom o'rganib qolib, bizda manda bo'lib ketdi. Oxiri odamlar bir-birini hurmat qilib, birinchi safga hech kim o'tirmay qo'ydi. Men aytdim, birinchi safga o'tiringlar deyish boshladim. Birinchi safga yosh bola o'tirib oldi. Men aytdim, birinchi safda yosh bola o'tirmaydi, kattalar bo'shatinglar dedim. Bir-biriga teskari ketdi. Shu oyatda shunda degan. O'tir desa o'tiring, endi bo'shat desa bo'shating degan. Vaziyat kelib qoladi, bitta domla kelsa, turing hoji aka desa, bo'shat berishga to'g'ri keladi. Domla kelib qoldi, birinchi safdan joy beringlar deydi-yu. Zo'rg'a egalladi. Nima qilish kerak? Bo'shat berish kerak. Birinchi saf degan so'zda chiq dedimi, chiqish kerak, tur dedimi, turish kerak. O'sha narsani prinsipli odam bo'lmaydi. Masalan, bizda prinsip bor. Bitta joyda egallab meniki deb olish xato. Nimaga? Chunki unga sajda guvohlik beradi. Bir kun o'chirish kelmay tursangiz, shu yer sajda guvohiz, ertasiga bu yerga kelasiz, o'shuning uchun guvohiz. Har kuni bo'sh joyga kelib o'rnashdi foydasi shu. Qiyomatda bu odam namozxona deb masjidsiz guvoh beradi. O'sha guvohlik berganda o'chirish kelgan joyingizda. Lekin mendagi eng katta muammoni aytaman, imom dardini. Kitobimizda assalom, takbir aytilgandan keyin takbirda hayya ashhadu anna Muhammadur Rasululloh deganda odamlar tikka turish kerak degan. Ashhadu anna Muhammadur Rasululloh, ashhadu anna Muhammad. Hayya ala solah, hayya ala solah, hayya ala solah deganda niyat qilish boshlash kerak degan. Qod qomatis solah deganda imom quloq qoqib olish kerak degan. Allohu akbar. Endi men o'sha qoidaga amal qilay desam, qod qomatis solah, Allohu akbar, la ilaha illalloh deyilib bitgandan keyin inna turadi. Bizda to'g'ri. Hali oqsoqol turadi. Turadidan u devor burchakda o'tirgan bo'ladi. Birinchi safga kelishga. Uni o'g'li birinchi safga kelmay dadasini qolib turib oladi.
Boshqalar ham qarab turadi. Bizda shunaqa-da. Men sizni masjidingiz emas, meni masjidim aytib beray. Ha, meni masjidimda voqeani aytay. Endi hali oqsoqol yo'shitdan turadi-da, masjidim yomon katta-da, 22. Hali joyda mayga kelguncha hamma turadi. Kelib keyin sen o't inna boshlanadi. Hurmat boshlanadi. Masjidim o'zi ham 4 sap odam, 40 tadan bo'lsa ham 160 ta odamni tasavvur qiling. Sen o't boshlanadi. Takbir sovib qoladi. Takbir sovidi degani gunoh o'rlashdi degan. Takbirni sovutish o'z be'alollikda. Undan keyin haligi turgandan keyin imom saplarini tekizlab olinglar deyishlik o'zi takbirni sovutishning bitta belgisi degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan, u o'rgatib olguncha, keyin bunday bo'lmagan. Boshida bir ikki marta saffu Ka'batullohda doim aytadilar, chunki aholi ko'pligi uchun. Lekin mana bu qishloq masjidlarda imom o'rgatib olsin degan. O'rgatib olgandan keyin uni qayta aytmasin degan-da. Men imom bo'lganimga 14 yil bo'lyapti. O'rgatilganim yo'q. Har safar so'kaman. Ey, Allohni kuttirmasalaring. Alloh taolo bandam nima der ekan deb qarab tursa, uyatmaysizmi? Sabga turing deyman. Uning sari siz o'ting. Hurmatingdan boshlanadi. Hali o'sha joydagi hurmat beadablikka kiradi. Chunki Allohning huzurida hurmatgarchilik noto'g'ri. Meni masjidimdan kelib chiqib aytgan gapim. Meni masjidimda chiqib o'ldim haligi. Takbir aytib bitgandan keyin hisoblarni rostlaylar. Makruh bo'ladi. Imom aytmaydi bu gaplarni. Yo'q, aytmaydi. Telefonlarni o'chiringlar, to'g'ri turinglar deb bo'lmaydi. Imom. Imom namozdan oldin ham namozdan keyin masala qilish kerak. Namozdan bildilaring boy takbir paytida turmay turib ollaring deb namozdan keyin masalasini gapirish kerak. Undan oldin gap makruh. Qomat deyilgan nimadan keyin vala yatakallamu fihima kitobda takbir bilan azonda paytida ham namoz o'qilguncha ham bir so'z gapirmasin deb yozib qo'yilgan. U hamma aytyapti, imomlar. Hamma aytyapti-da. Hammani ichida kimisi ilmli? Uni bilmadim. Hammasi omi. Borgan joyingizga boravering. Yo'q. Hidoyat biladigan nab kelinchi bir ko'raychi. Bilmasdan imom bo'lyapti, xafa bo'lmanglar-ku. Beri jamoatdagi odamlar aytsa-chi? Bo'lmaydi. Hech kim gapirmasligi kerak. Takbirda aytmay turib oldin aytib olish kerak. Yo'q, elga tushuntirib qo'yish kerak, qachon bo'lsa ham. Masala paytida imomimiz jog'i tushib qolyapti, deyapti-yu. O'sha takbir paytida emas-da, masalada gapirdi-da. Masalada aytyapti. Demak, shu bola aqlli bola ekan. Menda bo'ladi-da, masala qilayotganda tushuntirib qoladi. Takbirdan keyin tushuntirilmaydi. U tushuntiradigan payt emas. U namoz payti. Takbir degani Xudo gaplashaveraymi degani-da. Allohni gapirishga, masalan, telefoningiz gudu dedi. Saydiniyni chiqdi, dadangiz obuddi. Obudgandan keyin masalani boshlasangiz bo'ladimi? Dadangiz kim, Alloh kim? Gudoydan keyingi voqeata bu. Masalan, Alloh taolo sizning murojaatingizga namoz degani munojotda, to'g'rimi? Munojot nima degani? Alloh men munojot qilibsiz, boshlanib bitgandan keyin gapirsangiz rost kechirilmaydi u xat. Hamma qayerga kirsak, endi hamma qilsa men ham qilishim kerak. Boshqa mazhabda-chi domla bo'lsa, boshqa qomat deganda mana qarang, bizning mazhabda eshitib qo'ying, boshqa mazhab bilan ishim yo'q. Qomat deganda sapdan turib sapga kelish makruh. Takbir aytilayotganda tikka turib bo'lmaydi, o'tirgan holda bo'lish kerak. Qomat Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh o'tirgan bo'lasiz. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deganda inna turishingiz kerak. Turganda qadamjil bo'lmaydi. Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh, ashhadu anna Muhammadar Rasululloh niyat boshlash kerak. Qod qomat salo deganda imom Allohu akbar deganda siz inna Allohu akbar rasmini eshitib bitganingizda inna Allohu akbar deb boshlashingiz kerak. Inna muazzin odatda mikrofonda takbir aytganda, imom takbir aytayotganda qod qomat salodan qolganini mandara qotib takbir aytadi, uni birinchi saf eshitadi, katta masjidda boshqalar eshitmaydi. O'shuning uchun keyin Allohu akbar, la ilaha illalloh mikrofonda chiqmaydi-yu. Shuning uchun o'sha joylar eshitilmaydi odatda. Masalan, Buxoroda, Arabistonda emas. Arabistonda muazzinga ham alohida mikrofon tortilgan. Men ko'rdim-da. Madina Munawvarada ham, Makka Mukarramada ham muazzinni ko'rdim. Muazzinda alohida takbir aytadigan mikrofon bor ekan. O'sha takbir aytib, o'sha yerda iqtido qilar ekan. Bizda unda emas. Bizda mikrofon takbirda aytadi-da, mikrofon sayliq bo'ladi-yu. Takbirda aytib, o'zining joyiga jilv oladi-yu. O'shunda Buxoroda, Namanganda, Marg'ilonda, Andijonda Allohu akbar, la ilaha illalloh 3 ta so'zini mikrofonda aytmaydi. Bizdagilar o'sha uya takbirni eshitib olganlar, ikkita Allohu akbar bilan la ilaha illalloh aytmay qaragan.
Aytmaydi emas, mikrofonda aytmaydi xolos. Bizda mikrofon yo'q bo'lsa ham shunaqa qilar ekan. Bitta ikkita oqsoqolni ko'rdim. Qod qomatislo deb turib, qolganini aytmay qo'ysa bo'm. Allohi billahi nimaga aytmayapsiz desam, men o'ta ko'p masjidlar ko'rganman, bunisini aytmaydi deydi. Mikrofonda aytmaydi dedim. Siz eshitib bo'lganmisiz desam yo'q dedi. Yo'q, u mikrofondan bir qadam jilatdi tag'i safiga turib oladi. Ular bizdan dedingda. Tan olaylik, ular hali dinni shunaqa zo'r biladi. O'sha Allohu akbar, Allohu la ilaha illallohni aytmaydi deb o'ylar ekan bu oqsoqol. Men aytmoqchi dedim. Marg'ilonda eshitganmisiz desam, dedi. Men Marg'ilonda o'qiganman dedi. Marg'ilonda dedim mikrofon, men o'sha so'pini mikrofonini yoqib bergich men edim dedi. So'pi dedim, takbirda aytib, o'shandan ikki qadam jilib, inna Allohu akbar, la ilaha illalloh aytardi. O 4-5-safdagilar oqsoqolda so'plar qari cholodam, so'plar hamma eshitdi. Dosh basligiga eshitmasdi desam, shunaqami deyapti-da. Aytmaydi deb o'ylar. O'sha joyda ichida aytadi deb o'ylar ekan-da, ichida ham aytmaydi. Mikrofon bilan menda jilib olganda yo'qolib qolganini bilmas ekanda. Xullas arabcha bir narsalar deyishadi-da, Saffu sufufakum atadilu yarhamukumulloh degan oyat nimani aytadi? Endi biz eshitib kelyapmiz, nima ekan u deb. Yo'q, u mandaqda to'xtang. O'sha hadisni hamma yo'q hadisdan olinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam saflarda o'g'navogicha bo'lgan muddatda saffu sufufakum atadilu tarosu yarhamukumulloh degan sof degan so'zlarni aytganlari rost. O'sha keyin aytmay qo'ygani ham rost. Ikkovi ham sahih hadis. Ikkovini qanday solishtiramiz desa, o'shini tarix olimlari aytganki, sahobalar boshida din o'rganmoqchi shuni aytib turgan, keyin umuman aytmay qo'ygan. Unda Arabistonda nima shu vaqtcha aytiladi desa, birinchidan bizning mazhab emas, ikkinchidan ular hech qachon safni o'rgatilmaydi. Shunchalik aholi ko'pki, safni o'rgatilmaydi. Shuning uchun ham aytadi. Bizda o'rgatib olsan, saf nimani takbirda savod olmasin deydi. Nima uchun boshimiz bir bo'lmayapti? Shunga-da. Mash gapni olmaganimizga to'g'ri. O'sha joyda albatta nima qilish kerak ekan? Takbirdan oldin siz o'qiydigan joyingizda cho'kkalab o'tirib turishingiz kerak. Takbirda ashhadu anna Muhammad rasululloh deganda o'sha yerda tikka turib olishingiz kerak. Qiynab quloq qoqiladigan joyda qoqishingiz kerak. Boshqa joyda turmasligingiz kerak. U yayilib o'tirishmas kerak edi. O'sha yerga borib o'tirib olish kerak. Sabtolash sunnati o'sha yerda. Tarqayib o'tirish makruh. Namozdan keyin bir joyda o'tirish makruh, unda tarqash kerak. Namozdan keyingi qoidani biz namozdan oldin ishlatib olamiz. Namozdan oldin sabtolash sunnat, namozdan keyin bir joyda o'tirib olish makruh, tarqab turish kerak. Nimaga kirgan odam hali ham jamoat bu deb o'ylaolmasin. Bir xilda joyda turib, jumada iloji yo'q, joy yo'qligi uchun turaveramiz. Jumadan boshqa namozlarda o'zi bir saf odam bir xilda bir safda turaversa, kelgan odam hali sunnatni jamoat deb o'ylab quloq qoqib olib nima deydi, yangib qolish mumkin. Shunaqa bo'lmasligi uchun sunnatda sal tarqab tursa bo'laveradi. Lekin farzdan oldin tarqab o'tirish makruh, sabtda o'tirish.